Telegramdan savol bo'lgan ekan, ya'ni plita montaj paytida, plita montaj jarayonida plitani rastvorga o'tkazayotganda 12 li yoki 14 li armaturani ishlatish kerakmi? Qaysi birini ishlatish kerak bu bir va o'sha armatura plitani montaj qilib bo'lgandan keyin tagida qolib ketadimi yoki olib ketish kerakmi? Shu savol berishgan ekan. Men sizlarga hozir video murojaat tariqasida javob berishga aniq xudo xolasa harakat qilaman. Xo'p. Mana deylik, mana betonimizni yoki bo'lmasam rigilimizni yoki bo'lmasam fundamentimizni ustida hisoblaymiz, mayli, ya'ni plita o'tiradigan joy. Mana yaxshilab tepaga e'tibor berib qarasanglar, plitani montaj qilayotganda imkoniyat darajada endi bu albatta loyihachiga bog'liq. Loyihachi imoratni qanaqa qurayotganda o'sha zavoddan chiqadigan go'st standart bo'yicha zavoddan chiqadigan plitani ham razmerini albatta oladi. O'zicha yo'q plitani razmerini berib tashlamaydi. Sababi ertaga siz go'st standart bo'yicha chiqadigan plitani razmeri yo'q bo'lgan plitani zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizga qanaqadir miqdorda baribir zavod qimmatroqga yasab beradi. Chunki ularning o'sha konduktorida u razmer bo'lmasligi mumkin. Xo'p, endi plitani olib keldik, montaj jarayoni qanaqa bo'ladi? Deylik, rigilli yoki fundamentni usti. Xo'p, polniy rigil aylantirib chiqiladi. Asosan ba'zi holatlarda men ko'ryapman, rigil aylantirishmasdan fundamentni ham ustiga qo'yib qo'yishyapti. Bu albatta noto'g'ri holat. Sababi rigil aylantirib keyin plita qo'yadigan bo'lsangiz, rigilning ichida 4 tali arma setka bo'ladi. Ana o'sha siqilishga, egilishga bo'lgan, ya'ni imoratda plitani qo'yganingizdan keyin plitaning ustidan baribir imorat ko'tariladi. O'shanda nagruzka, ya'ni hamma nagruzka rigil orqali o'sha kolonnalarga, podushkalarga o'tib ketadi. Bu degani imoratni fundamentining orasida arma setka bo'lmaganligi hisobiga bunga juda ham og'ir nagruzka tushish holati bo'ladi. Endi plitani montaj qilayotganimizda yaxshilab e'tibor beringlar. Armaturani qo'yasizlar. 12 li armaturami, 14 li armaturami, bu plita tushayotgan joyga plitani ravnomerni, ya'ni tekis to'ppa-to'g'ri bir xil o'tirishini ta'minlash uchungina armatura qo'yiladi va ustidan iloji boricha suyuqroq qilib rastvor tashlanadi. Ya'ni plitamiz 1 metrli yoki 120 metrli eniga bo'ladigan bo'lsa, o'sha eniga bo'lgan jarayonni hammasiga o'sha rastvorni qo'yiladi va rastvorga bir xil qilib turgan holatda armaturani qo'ydingiz. Mana 12 li yoki 14 li armatura bo'lgandan keyin rastvorni yoyib olasiz bir xil qilib va albatta hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Bu armaturani rastvorni ichidan sug'urib olinglar, qolib ketmasin. Sababini aytaman. Armatura buni ichida qolib ketadigan bo'lsa, bu ertaga yer qimirlaganda to'g'ri aviatsiya qilinadi, lekin bu armatura baribir qimirlash holatini yuzaga keltiradi-da. Chunki qimirlab o'ynaydigan bo'lsa, ertaga plitaga ham qanaqadir miqdorda zarar bo'ladi. O'shanda rastvorni armaturani yuzasi bilan bir xil qilib surib bo'lganingizdan keyin armaturani albatta olib tashlaysiz va imoratning plitasi mana shu rastvor ustiga bekami go'st, ya'ni ikkita taraflama bir xil o'tirishi uchungina armaturadan foydalanadi. Rastvor qo'yganingizga armaturani olib tashlaysiz va yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bunaqa tekis holatda imoratning plitasi bu yoq boshi ham, u yoq boshi ham bir xil o'tiradi. Endi bitta momentni aytmoqchiman. Xo'p, plitani bosayotganingizda imkoniyat darajada albatta bu loyihachiga bog'liq bo'ladi. Imoratda nissushiy qismiga o'tkazishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni rigilni ustiga, ya'ni fundamentni ustiga o'tkazish kerak bo'ladi va imoratni ko'tarib turadigan og'ir yuklamani ko'taradigan mana bunaqa fundamentda quyilgan bo'lsa, xonalarga ana o'shani ustiga o'tkazish kerak bo'ladi. Imkoniyat darajada mana bunaqa rigilga o'tkazmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu rigil avvalo o'zini o'zi ushlab turish kerak va imoratni qovurg'asi hisoblanganligi uchun bunga yana yuklama bermaslik uchun plitani bunga o'tkazmaganinglar yaxshi bo'ladi. Lekin ba'zi holatlarda mana e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yoqdagi rigilimizdagi bir tomonlama shu plitamizda o'tirgan va yaxshi ahamiyat bergan bo'lsanglar, endi tagiga bu yoq tarafiga o'tib qaraydigan bo'lsanglar, bu plitamizni rigilga ikkita tomonlama nagruzka kelmasligi uchun buni o'sha nissushiy qismiga o'tkazganmiz. Ya'ni bitta plitamiz bunda o'tiryapti, ikkinchisi yonmachasi o'tirganligi uchun faqat bitta shu rigilni o'ziga bir tomonlama mana shu plitamizni og'irligi tushyapti. Ya'ni birinchi o'rinda rigil o'zini o'zi ushlab turish kerak va iloji boricha plitalarni rigilga o'tkazmaslikka harakat qilish kerak. Menimcha savolingizga xudo xolasa to'liq javob berdim deb o'ylayman. Kimda yana qiziqarli savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.